Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Keyingi kasalligimiz o'tkir tarqoq ensefalomiyelit. O'tkir tarqoq ensefalomiyelit bosh miya va orqa miyaning difuz irg'lanishi va demonizatsiyasi bilan namoyon bo'luvchi o'tkir autoimmun kasallikdir. Kasallik asosan bolalar va o'smirlarda o'tkir virusli infeksiyalardan so'ng rivojlanadi. Kasallik kattalarda kam kuzatiladi, ammo kuzatilsa ham atipik tarzda namoyon bo'ladi. O'tkir tarqoq ensefalomiyelitni yuzaga keltiruvchi sabablar, asosiy sabablar qizamiq, qizilcha virusi, epidemik parotit, so'chichak, gripp, AIDS virusi, Epstein-Barr, Coxsackie va sitomegaviruslar asosiy etilov omil hisoblanadi. Kasallik asosan yuzaga keltiruvchi sabab noma'lum bo'lsa, idiopatik deb hisoblanadi. Kasallikni asosan o'tkazilgan infeksiya va emlashdan so'ng markaziy nerv sistemasida, xususan bosh miya va orqa miyada ro'y beradigan autoimmun yog'lanish reaksiyalari kasallikning patogenezini belgilab beradi. Bunda virus antigenlarga qarshi antitancha ishlab chiqariladi va paydo bo'lgan kompleks miyelin pardani yemira boshlaydi va qayta immunizatsiya jarayonini buzadi. Bundan o'tkir tarqoq ensefalomiyelit tarqoq sklerozga ham o'xshab ketadi. Asosiy farqi o'tkir tarqoq ensefalomiyelitda demonizatsiya jarayoni o'tkir yarog'lanish reaksiyalari bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Yana bir farqi o'tkir tarqoq ensefalomiyelitda demonizatsiyaga uchragan sohalarda perifokal yarog'lanish reaksiyalari, miya to'qimalari shishishi va miya pardalari yarog'lanishi bilan kuzatiladi. Xo'p, klinikasiga o'tadigan bo'lsak, klinikasi asosan kasallik dastlab o'tkir respirator infeksiyalarni eslatadi. Bunda bemorning tana harorati subfebril darajagacha ko'tariladi, bosh og'riydi, ketma-ket qaytqiladi, umumiy holsizlik, muskullarda og'riqlar paydo bo'ladi. Odatda bemor butunda tanam qaqshab og'riyapti, holim yo'q deb shikoyat qiladi. Haqiqatan ham falajiklar boshlanishidan bir necha kun oldin nevrologiya va mialgiyalar paydo bo'la boshlaydi. Neurolog simptomlar vujudga kelishidan oldin kasallik bir marta qo'zg'alib oladi. 37-38 gradusda turgan tana harorati birdan ko'tariladi-yu, neurolog simptomlar o'tkir tarzda vujudga kela boshlaydi. Bunday qo'zg'alish faqat kasallikning boshlang'ich davrida kuzatiladi, keyin kuzatilmaydi. Uning shu tarzda namoyon bo'lishi o'tkir tarqoq ensefalomiyelit uchun juda xos hisoblanadi. Kasallik klassik turi, ya'ni o'tkir tarqoq ensefalomiyelit uchun markaziy tipdagi harakat buzilishlar, o'tkazuvchi tipdagi sezgi buzilishlar, miyacha simptomlari va bulbul farajliklar xos. Dastlab kasallik radikulyar va meningal simptomlar, psixomotor qo'zg'alishlar va ba'zida epileptik xurujlar bilan boshlanadi. Xo'p, bemorning neurologik statusini tekshirganda markaziy tipdagi harakat buzilishlari, ya'ni gemipariz, tripariz va tetraparizlar aniqlanadi. Ushbu falajliklar notekis rivojlangan bo'ladi. Agar o'tkir demonizatsiya bitta yarim sharda kuzatilsa, gemipariz ikkala yarim sharga ham tarqalsa, tripariz yoki tetrapariz rivojlanadi. Markaziy tetrapariz tetraplegiyaga o'tsa, bu bosh miyadagi demonizatsiya jarayonining yanada chuqurlashganini yoki patologik jarayonni bo'yin spinal segmentlarga tarqalganini ko'rsatadi. Parallel tarzda o'tkazuvchi tipdagi sezgi buzilishlar, ya'ni gemi, tetra anestezlar paydo bo'la boshlaydi. Bu paytda tos a'zolar funksiyasi markaziy tipda buzila boshlaydi, ya'ni mustaqil seyish va yozilish yo'qoladi bemorda. Ko'p hollarda kasallik miya ustuni, miyacha va orqa miyaning bo'yin qismi zararlanishi simptomlari bilan boshlanadi. Bunday paytlarda alternirlashgan gemipariz, gemigipesteziya, bulbar falajlik va koordinator buzilishlar paydo bo'la boshlaydi. Miya ustun zararlanganligi sababli yurak qon tomiri, nafas olish faoliyati ham buziladi. Bunday bemorlarning ahvoli og'ir bo'ladi. Miyacha simptomlari nistagin, intissin titrash, skandarlashgan nutq va ataksiyalar paydo bo'la boshlaydi. Xo'p, kranal nervlar ham o'tkir tarqoq ensefalomiyelitda zararlanadi. Bundan asosan ko'z nervi ko'proq zararlanadi, ya'ni ko'ruv nervining birlamchi atrofiyasi kuzatiladi va natijada bemorda amblopiya yoki amoroz rivojlanadi. Ko'ruv nervlaridan tashqari 9-10, 11 va 12 juft kranal nervlar ham zararlanadi. Xo'sh,
o'tkir tarqoq ensefalomiyelitda nerv sistemasining qaysi qismi ko'proq zararlanishiga qarab uning klinik turlari farqlanadi. Birinchisi optika ensefalomiyelit, ikkinchisi poliensefalomiyelit, uchinchisi optika miyelit, to'rtinchisi o'tkir gemorag leykoensefalit, beshinchisi o'tkir miyelit, oltinchisi mielopoliradikulonevrit. Ularning har biriga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi optika ensefalomiyelitda bosh miya, orqa miya va ko'ruv yo'llarining birgalikda zararlanishi xos. Bunda kasallik bir turida ko'ruv neyronlar zararlanish simptomlari yaqqol namoyon bo'ladi. Ya'ni bemorning ikkala ko'zida ham ko'rish pasayib, amorozga o'tadi. Ikkinchi turida poliensefalomiyelitda asosan markaziy nerv sistemasining kulrang moddasi zararlanishi bilan namoyon bo'ladi. Kasallik miya ustida joylashgan 9-10, 11 va 12 nervlar yadrolari va orqa miya bo'yin qismining oldingi shoxlari zararlanishi bilan kechadi. Bulbar simptomlar disfagiya, disfoniya, dizartriya bilan birgalikda yelka va qo'l muskullarida atrofik faljliklar paydo bo'la boshlaydi. Diafragmani innervatsiya qiluvchi spinal markazlar zararlanishi hisobiga nafas olishning periferik tipda buzilishi ham vujudga keladi. Markaziy nerv sistemasining oq moddasi zararlanmaganligi tufayli markaziy tipdagi faljliklar va o'tkazuvchi tipdagi sezgi buzilishlar kuzatilmaydi. Kardiovaskulyar buzilishlar ham kuzatilishi mumkin. Xo'p, keyingi turi optika miyelitda asosan ko'ruv yo'llari va orqa miyaning o'tkazuvchi yo'llari zararlanishi bilan namoyon bo'ladi. Asosiy klinik simptomlar ko'rish funksiyasining keskin pasayib borishi va amorozga o'tishi hamda markaziy tipdagi tetraparazlar bilan yuzaga keladi. Keyingi turi o'tkir gemorag leykoensefalit. Xo'p, o'tkir tarqoq ensefalomiyelitning eng og'ir turi hisoblanadi. Bosh miya katta yarimshallari va miya ustining oq moddasining diffuz zararlanishi bilan kechadi. Demizasiya kuzatilgan barcha joylarda peridiabetik qon quyilishlar, pervaskulyar shishlar, kapillyarlar destruksiyasi va ishemik o'choqlar aniqlanadi. Kasallik o'tkazilgan virus infeksiyadan keyin o'tkir rivojlanadi. Klinik simptomlar 3 va 4 kun shakllanadi. MRTda esa turli hajmdagi sklerotik va ishemik o'choqlar aniqlanadi. Kasallik zo'rayib boradi va ko'pincha o'lim bilan tugaydi. O'tkir gemorag leykoensefalitda. Keyingi turida o'tkir miyelit. O'tkir miyelitda orqa miyaning kundalik zararlanishi bilan kechadi. Klinikasida orqa miyaning qaysi sohasi zararlanishga bog'liq. Agar orqa miyaning bo'yin qismi, ya'ni 1 va 4 bo'yin umurtqalari zararlansa, markaziy tipda tetraparaz kuzatiladi va diafragma funksiyasi buziladi. Agar orqa miyaning bo'yin kengligi, ya'ni 5 dan 8 gacha bo'yin umurtqasi va 1 ko'krak umurtqasigacha qismi zararlansa, qo'llarda atrofik, oyoqlarda spastik paraparez rivojlanadi. Patologik jarayon ko'krak segmentlarida, ya'ni 9-10 da joylashsa, pastki spastik paraparez kuzatiladi. Ushbu faljliklar zararlangan joydan pastda o'tkazuvchi tipdagi sezgi buzilishlar va tos a'zolar funksiyasi markaziy tipda buzilishi bilan kechadi. Agar patologik jarayon orqa miyaning kulrang moddasiga tarqalsa, segmentar tipda sezgi buzilishlar, atrofiyalar va vegetativ-trofik o'zgarishlar vujudga keladi. Keyingi turi mielopoliradikulonevrit. Orqa miya, uning ildizachalari, periferik neyronlarning zararlanishi bilan yuzaga keladi. Orqa miyaning oq moddasida deminizatsiya o'choqlari aniqlanadi. Kasallikning bu turida radikulyar og'riqlar bilan o'tkir boshlanadi. Neyronlarni tortib tekshirish simptomlari musbat bo'ladi. Markaziy va periferik tipdagi faljliklar, o'tkazuvchi va segmentar tipdagi sezgi buzilishlar rivojlanadi. Tos a'zolar funksiyasi markaziy tipda buziladi. Og'ir hollarda trofik buzilishlar, Gorner sindromi, pitoz, miyoz, enoftalm rivojlanadi. Diafragma faljliklari sababli nafas olish buzilish paydo bo'ladi. Chuqur sezgi buziladi va buning natijasi sensitiv ataksiya va afferent faljlik rivojlanadi. Likvorda poliositoz va oqsil miqdorining biroz oshishi kuzatiladi. Xo'p, endi esa kechishi va prognozini keladigan bo'lsak, o'tkir tarqoq ensefalomiyelitning kechishida uni yuzaga keltirgan etiloq omil qaysi yoshda boshlangani va klinik turiga ko'p jihatdan bog'liq. Kasallik kechishi shartli ravishda 3 davrga ajratiladi: o'tkir, tiklanish va rezidual davr.
Kasallikning o'tkir davrida 10-20 kun davom etadi. Ba'zida 1-2 oyga cho'ziladi. O'tkir davri o'tar o'tmay nevrolog simptomlar orqaga chekina boshlaydi. Kasallikning o'tkir davri qancha qisqa bo'lsa, tiklanish davri ham shuncha qisqa bo'ladi. Kasallikning klinikasi biroz sust rivojlana boshlasa, tiklanish davri ham sust kechadi. Bu davr 6-12 oyga cho'ziladi. 1 yildan keyin nevrolog funksiyalarining tiklanishi sustlasha boradi. Aksariyat hollarda bemor asoratsiz to'la tuzalib ketishi mumkin. Ba'zan optika mielit va optika ensefalomiyelit turlarida og'ir nevrologik asoratlar qoladi. Kasallikning bir turi hayot uchun xavflidir. O'tkir gemorragik leykoensefalitda esa 1-2 oy ichida o'lim bilan tugaydi. Keyingi mavzularimiz, ya'ni keyingisi, buguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi darslarimizda ketish va tashxisini va qiyosiy tashxisini ko'rib chiqamiz. Undan keyin davolashni ko'rib chiqamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.